Hammasini sotib olmoqchiman. U hammasini xarid qilmoqchi. Bunga puli yetmaydi. Bu ayol qarshimizga kelib, talab qilsa, hamma narsaga ega chiqish mumkin deb hisoblayapti shekilli. Hammasini olaman yoki hech kimni olmayman. Bu ayolning puli hammasiga yetmaydi. Janob Krasnis, siz uchun bu juda qimmatli qiladi, deyapti. Kemangiz uchun u 100 ta benuqsonni bermoqchi. Faqatgina bu ayolning sochlari yoqayotgani uchun. Janob Krasnis saxovatpesha insonligi uchun. Menda ajdarholar bor. Ulardan birini sizga beraman. Ular eng kattasini xohlashyapti. Kelishdik. Kelishdik. Oq sochli tasqara o'z qo'shiniga ega bo'ldi. Bu ayolga ayt, maxluq menga bo'ysunmayapti. Ajdarholar qul emas. Valeriya tilida gaplashib olasanmi? Valeriya tili ona tilim. Ayolni o'ldiring! Ayolni o'ldiring! Drakaris,